Ko'pchilik tadbirkorlar sotuv bo'limi qurmoqchi bo'ladi. Quradi ham amallab deylik. Kimdir yollab yoki o'zi qilib. Lekin tadbirkorning fikrlashiga besh ketaman-da. Menejerlarga oylik to'layapman-ku, pul beryapman-ku, nega savdo qilmayapsan, nega sotuv qilmayapsan deb diktatorlikka qoladi. Unutmang, diktatorlik, qattiqqo'llik sotuv menejerlariga o'tmaydi. Chunki ular faoliyat davomida, kun davomida mijozlardan yetarlicha e'tiroz eshitadi. Va sizning qattiqqo'lligingiz, sizning gapingiz ularga og'ir botadi. Natijada ular ishdan ketadi. Va siz yana bir o'zingiz qolasiz, hammasini boshidan boshlaysiz. Oddiygina 5 minutka, biz 5 minutka deymiz. Har ertalab 5 minutka, ya'ni menejerlaringizga motivatsiya dalda berib qo'ying. Tasavvur qiling, ana sportchilarimizni hammamiz bilamiz, jangga chiqib ketishdan oldin yelkalaridan urib, orqalaridan urib motivatsiya, ya'ni dalda berib qo'yadi. Makara. Raqibning oldinga kelganda shoshilmasdan o'ng qo'lni. Sen men qara bilasanmi? Senga qarayman, unga qarayman. Xuddi shunaqa usulda motivatsiya berishingizni tavsiya qilaman menejerlaringizga. Nimaga? Chunki sotuv menejerlaringiz, unutmang, sizni mahsulotingizni sotish uchun har kun ertalab jangga chiqib ketadi.